Assalomu alaykum do'stlar, Starkmoney kanaliga xush kelibsiz jigarlar. Bugun sizlar bilan Telegram bot orqali sarmoyasiz pul topishni o'rgatib o'taman. Videoni boshlashdan oldin shu kanalimizga obuna bo'ling va shu videoga like bosing. Like bosib obuna bo'lganga kattakon rahmat. Unda biz videomizni boshladik. Mana do'stlar, bugun sizlar bilan pul ishlang bot money kanal botidan pul ishlaymiz. Bu botdan qandoq pul ishlayman deysizlar, videoni yaxshilab ko'ring, o'tkazmasdan tushunib olasiz. Botga start tugmasini bosamiz. Bu yerda telefon raqamini yuborishni bosamiz. Yuborganlaringizdan so'ng sizga 3 ta kanal beradi botning 3 ta kanali. Men kanallari. 3 ta kanalga ham obuna bo'lasiz. Mana ikkinchi kanalga ham obuna bo'ldik. 3-kanalga ham obuna bo'lamiz. Mana do'stlar, tekshirish tugmachasini bosamiz. Bu yerda pul ishlab taklif qilish orqali pul ishlaymiz. Shuni ustiga bosamiz. Bu yerda siz havolangizni do'stingizga yuborib, har bitta do'stingiz shunday ro'yxatdan botdan ro'yxatdan o'tgani uchun sizga 250 so'mdan botning hisobiga tashlab beriladi. 250 so'mdan do'stlar. Bu degani siz 100 ta odam taklif qilsangiz bu botdan to'liq hozir o'tganingizda o'tsa, bu degani sizga 25 ming so'm, agar 1000 ta do'stingiz bo'lsa, 1000 ta do'stingiz o'tsa 250 ming so'm. Bir kunga bemalol 250 ming so'm ishlasanglar bo'ladi. Bu yerda keyin mening hisobim tugmasini bosasiz. Bu yerda mening hisobim hozirda balans 0. Bu yerda pul yechib olishni ustiga bosamiz. Bu yerda klik orqali va Paynet orqali va Payme, Uzcard telefon raqam orqali to'lovlar mavjud ekan. Klik uchun minimal summa 4 ming so'm. Paynet uchun esa 4 ming so'm. Payme uchun 4 ming so'm, Uzcard uchun 4 ming. Telefon raqamiga ham 4 ming. Bu yerda siz botdan pul chiqarishingiz uchun kamida 4 ming so'm pulingiz bo'lishi shart. Xo'sh, pul yechish ustiga bosdik. Bu yerda bot to'lov kanaliga ham o'tishlaringiz mumkin. Mana do'stlar, bot to'lov kanali bor, mana to'lab berilgan cheklari ham bor mana. Bot 100% to'lab bergan pullarni mana 3216 so'm bot pullarni tashlab bergan. O bilan mana yana tashlab berilgan pul to'lov tasdiqlangan mana do'stlar, 3000 so'm chiqarishganlar va ana 15-mart kuni chiqargan. Bugun chizlo 16-mart. Atiga bir kun bo'lgan to'lovlar 100% to'lab berilgan. Mana do'stlar, 3000 chiqarganlar, 3500 chiqarganlar, 4800 so'm pul chiqarganlar mana. Qancha do'stingizni ko'p botga taklif qilsangiz, o'shancha ko'p pul ishlaysiz. Faqat men to'lovdagi botlar va to'lovdagi saytlarni faqat ko'rsataman sizlar uchun. Mana 4 ming so'mdan to'lab bergan, mana to'lov tasdiqlangan. 4036 so'm, 4 ming so'm to'lab berilgan komissiya. Mana do'stlar, 17 ming so'm mana ishlaganlar to'lab berilgan. Chekini ko'rishlaringiz mumkin. 17,5 ming so'm. Yana ko'rib olishlaringiz, o'zlaringiz o'tib ko'rib olishlaringiz mumkin. Mana 3 ming so'm yana to'lov tasdiqlangan. 3,5 ming so'm. Xo'sh, bu yo'q stars ekan. Mana yana to'lov tasdiqlangan. Sizlarga bir boshdan ko'rsatib o'tyapman. Chunki bot 100% to'lovda mana 2000 so'm. To'lov kanalga ham qo'shilib qolsangizlar bo'ladi. 3000 so'm mana to'lab berilgan. Mana obuna bo'ling. Shart emas. Shu orqali siz pul ishlash shu orqali botga do'stingizni taklif qilib, shu havola borki, shuni nusxa olasiz. Nusxa olganingizdan siz bemalol bir kunda 100 ming, 300 ming, 400 minggacha pul ishlashlaringiz bo'ladi. Bot mutlaqo 100% to'lovda.
Do'stlar, yana Telegram kanalini ko'rsatib o'taman. Mana do'stlar, mana Telegram kanalimga ham o'tib obuna bo'lib qo'ying. Telegram kanalimizda to'lovdagi botlar, to'lovdagi saytlarni tashlab boramiz. Hozirda do'stlar, konkurs ketyapti. Yutug'i esa 20 rubl qo'yilgan. 10 ta avtostop. Konkursga qatnashib ham qo'ying. Telegram kanal va YouTube kanalimizga obuna bo'ling va shu videoga like bosing. Keyingi videolargacha ko'rishguncha sog' omon bo'ling. Hammaga omad.